100 kilogacha yukladigan mashinalar bormi deysizlar-ku? Mana shu o'sha mashina. Mana o'zingizlar guvoh bo'lsanglar bo'ladi sifatiga железный qilib ishlangan. Mana bu xomashiyoni ham ayamaganda mana. Hammasini eng baquvvatini, даже amortizatori ham mana железный qilib ishlangan. Bu sozlanadi. Yo'lda tekis-notekisligi buni sozlab olsalar ham bo'ladi. Mana shundan beladan shunday o'tyapti-da. Mana kelgan xuddi o'sha sifat bo'lyapti. Keyin yana bitta noodatiy tomoni motori balonning ichida joylashgan bo'ladi. Buni afzallik tomoni suv teganda uncha-muncha kuyib qolmaydi. Ovozi juda ham past chiqadi. Ovozi past eshitilmaydi bu mashinani. Haqiqiy Jeep mashina, yo'l tanlamaydi. Balonda yurishi balon sifatiga o'zligi guvoh bo'ldinglar. Oshuncha maqtash ham shart emas. Mana hamma joyi katta odam o'tirib uchish uchun qilingan. Kapotlar ochiladi. Akkumulyatori ham hammasini eng yaxshisini ishlatishgan. Eng yaxshi xomashyo ishlatilgan. Summasi keladigan bo'lsa 3 million 500 ming so'm, dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul.